Bahor. Tabiat uyg'onadigan faslda, lekin ko'pchilik uchunmi, ayrimlar uchunmi aynan ushbu bahor mavsumi aksirish, burun bitishi, tomoq qizarishi, xullas shunga o'xshagan mavsumiy kasalliklar bilan boshlanadi. Qachondan ham, chunki aynan bahorda gulchang miqdori oshib, allergiya alomatlari kuchayar ekan. Agar sizda ham ana shunday alomatlar bo'lsa, allergiya bo'lsa, navbatdagi lavha siz uchun manfaatli bo'ladi, tomosha qiling. Bahor, yasharish, yangilanish fasli. Daraxtlar qiyg'os gullaydigan va mana shunday allergiya avj oladigan fasl hamdir. Bahor go'zallik va kimlar uchundir aksirish fasli. Tomoqning qichishi, tinimsiz aksirishlar, ko'zning qizarishi hamda yuzdagi qizil toshmalar bahordagi allergiyaning eng keng tarqalgan belgilaridan biri hisoblanadi. Agar siz ham mana shunday muammolardan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, ekranga yaqinroq keling. Hozir mutaxassisimiz ayni mana shu muammolar bo'yicha tavsiyalar beradilar. Bahor kelgandan keyin o't-o'lanlar, daraxtlar, gul o'zlarini gullagandan keyin gulchanglarni havoga tarqatadi va ko'pchilik bemorlarimiz bundan keyin burun bitishi, burundan suv kelish, aksirish, ko'z qichishi, yoshlanishi, tomoq qichish, yo'tal, hattoki nafas qisish holatlari, bronxial astma kasalliklari ham xuruj qilishi turgan gap. Ko'chaga chiqishdan oldin iloji boricha paxta matoli dokalardan, ya'ni niqoblarni taqib chiqish kerak deymiz. Ko'zlariga ko'zoynaklardan foydalanish kerak deymiz. Iloji boricha zarur ishi bo'lmagan taqdirda ko'chada kamroq yurishni tavsiya beramiz. Ko'chadan kirib kelgandan keyin ko'zlarni, burunlarni, tomoqlarni oqar suvda yuvib tashlab, shifokor tavsiyasi bilan ko'zga, burunga bergan tomchilar yoki spreylarni sepib qo'yishni tavsiya beramiz. O'zi allergiya qanday paydo bo'ladi? Birinchi o'rinda nasliy faktor, ya'ni genetika. Ota-onasida allergiya bo'ladigan bo'lsa, farzandlariga moyillik o'tishi mumkin deyilyapti. Ikkinchi o'rinda yashash sharoitimiz, atrof muhitning ifloslanishi, zavod, fabrikalar, industriya deymiz, asabiylashish, stresslar, undan tashqari bizning yeyotgan oziq-ovqatlarimiz. Keyingi paytlarda magazinlarga kiradigan bo'lsangiz, ko'pchilik aromatizator qo'shilgan, bo'yoqlar qo'shilgan, sun'iy mahsulotlarimiz ko'payib ketgan. Mana shu sun'iy mahsulotlar ham organizmga tushgandan keyin allergiyasi bor, moyilligi bor bo'lgan insonlarda yanada allergiyani kuchaytirish ehtimoli bor. Allergiyasi bor insonlar ratsionida qanday ovqatlar bo'lishi kerak? Bunaqa paytda sitrus mevalar, chaqchuqlar deymiz, ya'ni yong'oq, pista, bodomlarni to'xtatib turishimiz kerak bo'ladi. Asal, bu ayniqsa o'simlik gulchangchisidan olinadi. Krasitili bo'lgan, aromatizator bo'lgan sun'iy mahsulotlarni ham to'xtatib turish kerak bo'ladi. Bundan tashqari yana o'sha bemorni individual tarzda yondashib, o'z shifokoriga murojaat qilganda uni aniqlab, qon orqali hozir aniqlaydigan yo'llari bor. Allergiya testlar qilinganda nimadan allergiya bo'layotganini aniqlasa, o'sha narsalarni iste'mol qilishni to'xtatib turish kerak bo'ladi sezon paytida. Ko'pchilikda sezondan tashqari bahormi, kuzmi, qishmi har doim bezovta qiladigan bo'lsa, ularga albatta o'sha allergiya test aniqlab, aynan nimadan allergiya berayotganini aniqlash hozir imkoni bor. O'sha narsalarni iste'mol qilmasdan uni davolashni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Allergiyadan butunlay xalos bo'lishning imkoni bormi? Har bitta kasallik o'z vaqtida og'irlashtirmasdan mutaxassisga murojaat qilganda, uni sabablarini aniqlab turib o'z vaqtida davolasa, albatta bu kasaldan qutulish mumkin. Bahor allergiyasi borlar uchun biroz qiyin kechishi mumkin, ammo to'g'ri choralar qo'llanilsa, bahor havosidan, uning go'zalligidan bahramand bo'lish mumkin. Muhimi o'zboshimchalik bilan o'z-o'zingizni davolamang. Bahor havosidan zavqlanib yashang.